Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana Sherzodga kecha Qozog'iston davlatidan yaxshi buqalardan kelgan. Hamma turidan bor. Semental, Pinital, Greenford hammasidan bor, bu yerda mollarimiz 200 kilodan 850 kilogacha mol bor. Mana shu Greenfordlari har xildan bor. Mana katta bo'lganlardan bor, boqmalardan katta shoxli variantlari bor. Mana to'qol variantlari bor. Mana juda limuzin degan zot bor ekan, mana limuzin ham kelibdi. Ko'rgan bo'lsanglar, limuzin. Yonidagi shoxli semental. Qibray, Toshkent viloyati Qibray tumani Mayska joylashgan. Bu yerda dastlabkilar tekin, butun O'zbekiston bo'ylab. Dastlabki tekin. Mana anguslar ham bor ekan. 600 kg kelib qolsa kerak. Mana anguslar ham bor, ko'rasizlarmi? Anguslar bor. Mana limuzinlar bor. Ishtahalari karnay, ko'rasizlar. Bunaqa to'qollaridan bor. Bunaqa shoxli sementallar ham bor. Shoxli semental, bunaqalardan bor. Bunaqa maydalarimizdan bor. Mickey Mouse, Greenford, limuzin. Bunaqa maydalardan bor. Kattalar ham bor. Bunaqa qilib. Mana qanaqa zot kim biladi mana. Mana Mickey Mouse turibdi. Mana Mickey Mouse ham bor ekan. Tarashib yotibdi. Hammasi ishtahasi zo'r. Hal mollar charchog'i bor mana. Mickey Mouse, mana Angus, Greenford ekan bu yana. Shunaqa mollarimiz bor. Bu mollarimizda, qaraychi, bu buqalarimizni 14 milliondan boshlanadi. 40 milliongacha buqalarimiz bor. Mana bu yoqda mana g'unajinlar bor, qaraychi, g'unajinlar bor mana bu yoqda. 25 tasi bir joyga bo'lsa, O'zbekiston bo'lib dastavkasi ichida 13 millionga ketaveradi. Mana anaqalar. Mana 13 milliondan O'zbekiston bo'lib dastavkasi tekin. Mana bunaqa angus buqachamiz ham bor ekan, faqat bu sotilgan bo'lsa kerak. Mana shu buqachamiz 24,5 millionga baraka bo'lgan. Где-то bir живой весga qancha bo'lishi mumkin? 350 kg, 400 kg bordir. Mana. 21 million 800 ga sotilgan mana shu. Yana bunaqa semental bor. Mana bunaqa sementallar ham bor mana. Mana. Kimga kerak bo'lsa, Sherzod aka nomeri 93 bilan 4 ta 2 3 ta 5. Mana kelaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkasi tekin. Kelasiz, tanlaysiz, 100 ga borasiz, orqangizda molingiz boradi. Kimga yoqqan bo'lsa, like, obuna bo'lib ketish esdan chiqmasin. Bu kimga jo'natib qo'yib, obunachi ko'paytirib olishga ham yordam qo'rsanglar, xursand bo'lardik. Hammaga rahmat. Sog' salomatlikda ko'rishni nasib qilsin. Hammamizning uyimizda mashincha kamida mashincha mol bo'lishini tilab qolamiz. Xayr, sog' bo'linglar.